bahor mavsumida shu pitaniyani, shu ozuqani qushingizga bermasangiz, sizni onadan to'kishi aniq. Bu safar sal boshqacharoq qildim. Bu yerda xolisanglar Italiya bedanalariga, xolisanglar Kanariyaga deysizlarmi, Amadinga deysizlarmi, hammasiga bahor mavsumida bersanglar juda ko'p vitamin ko'p bo'ladi bunda. Ko'payishiga, turluvidan chiqishiga, hamma narsasiga zo'r. Xo'p, bu yerda nima bor desanglar, shuni solganmiz. Bu yerda seldir bor. Ozgina ko'katlar bor, salat bayi. Shu Italiya bedanalaridan yomon bo'lib qolgan tuxumlari bor. Palada bo'lib qolgan, o'shani qaynatib o'ziga solamiz. Undan tashqari oddiy tovuqning tuxumi bor. Yong'oni maydalab uni ham solamiz. Keyin o'zini doni bor. Har xil donlardan aralashtirib, buni ham maydalab, buni ham solamiz. Keyin mana bunaqa organika degan proteinimiz bor. Bundan ham solamiz edi. Hozir oxirida qanaqa kasha tayyorlaganimizni ko'rsatamiz. Hammasini lekin suvini siqib olamiz. Quruq holda bo'lsa yaxshi. Oxirida bitgandan keyin ko'rsataman. Mana shu jo'jalarimizga ham beramiz. Hammasi maza qilib yeydi. O'sishiga ham, xatlari chiqishiga ham rosa foydali. Katta jo'jalarimizdan podrastko'ylar ham mana maza qilib yeyapti. Mana vodinkalarimiz ham maza qilib yeyapti. Ko'ringlar qanaqa yo'q. Zo'r yeydi, mana shuni tayyorlab beringlar. Maza qilib yeyapti.